Assalomu alaykum hammaga kuzatuvchilar aziz. Bugungi bemorimiz bilan ham tanishtirib o'tmoqchiman. Demak, Jasurbek 91-yil. Qanaqa shikoyatlar bilan murojaat qilib keluvdingiz, Jasur? Alik bor, oshqozon, ichakda, hamma yerda bor. Ularda ko'p qon ketgan, ishtahasizlik, ozib ketish, holsizlik, anemiya, juda og'ir darajada anemiya, qonlari 50 dan 50 atrofida bo'lib ketgan. Tekshiruvlarda demak, ham oshqozonda ham 12 barmoq ichak, yo'g'on ichakda to'liq poliplar aniqlangan. Bu demak shunaqa kasallik, oilaviy adenomatozli polipoz degan kasallik bor. Nasldan o'tishi mumkin, genetik kasallik hisoblanadi. Asoratlari og'ir bu kasallikda. Bu kasallik bilan bir necha yildan beri yurgansiz? 10 yil 15 yil bo'lgan. 10 yil 15 yildan beri yurilgan, lekin yaxshi tomonga o'zgarish bo'lmagan. Endoskopik usulda albatta tekshirdik, ko'rdik. Hamda operatsiya qilish lozimligini topdik. Bu haqida men qo'yganman oldin publikatsiya, demak poliplar olingan haqida. Bu bemorimizda birinchi etap to'g'ri ichakli poliplar olingan bo'lgan, oshqozon 12 barmoqchik tozalandi polipdan. Keyingi etap laparoskopiya usulida yo'g'on ichakda olib tashlangan. 13 kun operatsiyaga bo'ldi. 8 kunda javob berilgan. So'qoqlarga borib, tog'larga borib aylanib davolib kelishdi, ko'rgan edim meni. Rahmat. Ko'rdik, holatlari juda yaxshi, ko'z tegmasin. Katta kesmalar yo'q qorinda, laparoskopiya usulida bo'lgan, teshiklar orqali hamda ichaklar bir-biriga ulangan, sog' qismlari. Zararlangan ichak olib tashlangan, gistologiya tekshiruvda demak totalniy polipoz beryapti. Xulosasi hammasi o'z plan bo'yicha ketyapti. Endi qanday o'z holatingiz operatsiyadan keyin hozir mana zo'r, hozir yaxshi, hammasi joyida. Og'riqlar yo'qmi? Yo'q, og'riqlar yo'q, kamayib, ashi qolmadi yaxshi. Holat yaxshi, bemalol yuribsiz. Yer ichish zo'r, yer ichish, hammasini yer ichyapti. Ishtahalar yaxshi, xudo xohlasa. Ichib kelishlar yaxshi, qon yo'q. Yaxshi uxlayapti. Asablar joyida. Bular demak onalari bo'ladi. Siz ham birga yurdingiz boshdan oxirigacha. Nima maslahat bera olasiz yoki bir takliflar bo'lsa, kuzatuvchilarimizga berishingiz mumkin. Ayting. Hammaga qiziq. Qanday polip kasalliklar, ichaklarda bo'lsa-ki ko'rinsin. Mana bu kishi yaxshi, rahmat. Xursand bo'lib ketdi, xursand bo'lib qaytyapmiz uyimizga. Surxondaryodan ketmandalar. 13 kunda endi ketyapmiz. Yaxshi, juda. Demak, hech qanaqa muammo yo'q-a? Xursandmiz, rahmat. Ishimizga omad sizga. Rahmat. Demak, siz esdan chiqish kerak emas. Operatsiyadan keyin albatta bemorlar oxirigacha kuzatuv davom etadi. Qochib ketish kerak emas. Bir oydan keyin обязательно qayta ko'rikka kelish kerak. Jasur qaytadan yana tekshiriladi, endoskopik usulda ko'riladi. Hamda qanaqadir kamchilik, nimadir bo'lgan bo'lsa to'g'rilanib ketiladi. Xo'pmi? Aloqada bo'lish kerak doim. Sizlarga ham kuzatuvchilarimiz sog'lik salomatlik tilab qolamiz. O'z vaqtida murojaat qilishlaringizni so'raymiz mutaxassislarga. Asosiysi o'z vaqtida ko'rinish, to'g'rimi? Qanchalik asorat ko'paysa, shunchalik kasallikni davolash qiyin bo'lib qoladi. Bemor uchun ham qiyin, shifokorlar uchun ham qiyin. Hammaga sog' salomatlik, xayr. Boshqacha sizlar ham kasal bo'lmanglar. Yana ko'rishamiz. Rahmat. Ishlaringizga omad. Rahmat.